bo'ldingizmi, tugadimi? Bo'ldim oyijon, tugab qoldi. Bu uyda hech qachon ish tugamaydi. Men tirik ekanman, ish tugamaydi. Turing, yana boshqa ish topib beraman sizga. Obbo, xotin, yana o'sha gapmi? Kelinni yonma olasiz. Meni yonim olmaysiz-a? Bu kelinni tinch qo'yasanmi yoki yo'q? O'zing kelin bo'lmagansan. Go'yoki o'zing parod qilmagansan. Go'yoki siz farishta bo'lgansiz-da, onasi. O'zi bu dunyoda faqat onam meni yonim olardi. Ketdim onamnikiga. Onasi! Kelin ovqatga tuz solganmidingiz? Tuz deyman, tuz. Hech kim eshitmaydi meni bu uyda. Yoqimli ishtaha. Kelin chiqib ovqat qilmaysizmi siz? Bu uyda kelini yo'q. Men qilishim kerak ovqatni ham. Ne uni qizim? Kelin deysan. Bolasi yig'ilib urgandan keyin kirib ketdi uyga. Boring dedim. Ovqatni men qilyapman. Siz qilyapsiz? Ha, men. Nimaga siz qilasiz? Bu qilmaydimi? Aqchayma menga. Buni qarang, dadasi, buni qarang-da. Bu hech bir sizni yoki meni demaydi, ota-onasini demaydi, bu xotinini deydi, xotini qarang. Nima bo'pti? Qo'lidagini ko'ryapsizmi? Mahito Fresh Achakvani xotin uchun olib kirib ketyapti, biz uchun emas. Odamni qo'rqitib yordinglar. Tinch qo'ygin shu kelinni, tinch qo'ygin shu o'g'lingni. Как будто siz o'zingizcha haligi romantikani yoqtirmagansiz-da. Menga aytardingiz, "Natasha, haligi eski ma'ruzani olib keling, ikkalamiz maza qilib, sizni poylab turaman, uxlaman."